Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan bugun 2026-yilda uy sharoitida tovuq boqib foyda qilsa bo'ladimi, o'z tovuq boqish keragi bormi? Shu haqida mana bir qisqagina video qilib o'tamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz bunaqa videoni har kuni chiqaramiz. Ular tuxumlari, jo'jalari sotuv haqida ham bugungi videomizda bo'lmasa, keyingi videolarimizda albatta chiqarib boramiz. Chiqarib borishlikka harakat qilamiz. Muhimi videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, biz videomizni boshladik. Xo'p, mana bu joyimiz. Mana bu katagimizga 100 ming so'mlik mana bundaqa setka olganmiz. 100 ming so'mga mana bunaqa setka olingan. Hamda qolgan eski yog'och, shifer shunaqa narsalar bilan o'zimiz mehnatimiz orqali bitkizib qo'yganmiz. Katagimizga rasxod 100 ming so'm bo'lyapti. Hamda mana bundaqa ustalari trubasi bor. Yumalar bo'ladi. Shuni yarmini kesib olsanglar, mana bu holatda yem idish bo'lib qoladi mana. Qaranglar. Yem ham uvol bo'lmaydi, o'zlari ham yegani qiynalishmaydi. Uzun mana shundaqa bitta truba qoqib qo'yasizlar. Xo'p, demak bu joyda hozir 17 ta tovuqimiz bor. 17 ta tovuqdan bitta mana xo'rozni qoni boshqa, buni 200 ming so'mga bozordan sotib olganmiz. Bir hafta 5 kunmikin karantinda saqlab, dori qo'lini qilib, dorisini berib, keyin katakka qo'shilgan. Undan keyin mana 2 ta makiyon, mana uchinchisi, bitta, ikkita, 3 ta. Shu uchalar makiyon katta, bular tuxumda. Kecha kunda o'zida bular 3 ta tuxum olindi bulardan. Bu xo'rozni qoni boshqa. Shu xo'roz ishlayapti. Tuxumlarimizni urug'lantirib beryapti. Mana bu qolganlari, hop, hali yerga jo'ja, hali tuxumga kirgani yo'q. Lekin tovuqqa yaqinlashib qoldi bular. Mana ko'rishingiz mumkin. Tovuq ham tikilib qolgan. Tojlari chiqib, xo'roz makiyonlar ajrab. Mana bunisi menimcha xo'roz. Mana bunisi esa makiyon. Bunisi ham xo'roz. Mana bunisi esa makiyon. Yana bitta xo'roz yotibdi. Yonidagi tepadagi 3 ta makiyon bo'lishi kerak. Mo'la qolgan hammasi ham makiyon bo'lishi kerak. Mana bunisi ham makiyon ekan. Xo'p, shunaqa qilib 17 ta tovuq baqilyapti. Bulardan mana 3 ta makiyondan 3 ta tuxum olindi kecha kunda. Undan oldingi kunlari 2 ta 2 tadan olinyapti. Har kuni 2 ta 2 ta tuxum beryapti. To'g'ri joyi keladi, umuman tuxum bermagan kunlari ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib suv idish qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana baqlashgani kesib, tepaga ilib qo'ysanglar, suv ham pokiza turadi. Dodili suv bersanglar ham qiynalmaysizlar. Suvni o'zlar xohlagan daqiqa qilib berishinglar mumkin. Va qonini to'xladik. Har kuni ertaman tayini shupirib chiqamiz, pokiza qilib. Don idishlarini tozalab, suv idishlarini yangilab, to'kib, suvlarini yangi suv berib ketamiz har kuni ertaman. 2 mahal beramiz. Ertamanda don beramiz bularga asosan. Dondan keyin kechki paytga yaqin don bilan kepak aralashtirib beramiz. Xo'p, bu yerda mana shu 17 ta narsa turib, hozircha bular foyda keltirmayapti. Mana bu kichkinalar tuxumga kirib qolsa, shunda keyin mana foydaga chiqamiz. Yaxshilar foyda keltiradi degan umiddamiz. Faqat ular tuxumga kirish kerak. Deyda 2 oyda tuxumga kirib qoladi. Hamda mana bu yerda ulardan ham kichkina jo'jalar bor. Hali bular jo'ja chiyillashadi. Tovuq ham tikilib qolmagan bularga. Bular hozirgi holat bo'yicha jo'ja. Ko'rishingiz mumkin. Bular hozir 19 ta qolgan. 30 ta tuxumdan o'zim tuxum olib 3 ming so'mdan 5 ming so'm pul berib inkubatoriga 30 ta tuxum ochdirganmiz. Qo'yganmiz inkubatoriga. 24 ta tuxum ochib chiqqan. 3 ta tuxum inkubator xatosi bilan jo'ja rivojlanmay qolib ketib qolgan. 3 ta tuxumda xo'roz urug'lantirib bermagan. Bularni o'zim umuman boshqa joydan olganman. Bular bilan qoni umuman boshqa.
Shunaqa qilib 30 ta tuxumdan 24 ta jo'ja olib chiqqanmiz. 24 ta jo'ja olib chiqqanimizdan keyin 5 tasi nobud bo'lib qoldi, 19 tasini men katta qilyapmiz hozirgi kunda. Bular hali beriga bizga foyda olib kelishiga ancha bor. Bular hozir faqat yeydi. Shular bilan mana bular hammasi bir kunda o'zimiz mehnatimizdan tashqari 10 ming so'm rasxod bo'lyapti. 10 ming so'mlik don yeydi. Mana bu yerda 17 ta narsa, o'sha tovuq hammasi desa bo'ladi 17 ta. Bu tomonda 19 ta jo'ja. Shu 19 taga 17 ta hamma narsa kuniga 10 ming so'm, oziq-ovqatiga 10 ming so'm ketyapti. Setga olganimiz 100 ming so'm, 10 ming so'mga mana ustalarda qurilish materiali olganmiz truba. Shundan boshqa rasxod qilinmadi, faqat qonga rasxod qilinyapti. To'g'ri, ukolda olsa ham bo'ladi, ular endi arzimagan pul. Faqat vaqtida berish kerak ularning. Vaqtida berilsa, joy yaxshi bo'lsa, yaxshi katta bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Muhimi kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz telefonni qimirlatmasdan, Xudo xohlasa, sifatli video olishlikka harakat qilamiz. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, keyingi videoda to'g'rilashga harakat qilamiz. Joyi kecha yomg'ir yog'di, vodiyda anchagina sel yog'di. Shuni hisobiga ho'l bo'lib ketdi. Quyosh chiqsa, Xudo xohlasa, qurib chiroyli bo'lib ketadi. Voqea bularda tuxumini qo'yib qo'yganman inkubatoriga. 10 dona tuxum to'plab 50 ming so'm pul berib inkubatoriga qo'yganmiz. Ular ham bugun erta chiqib qoladi. Bugun erta ular tuxumi chiqadigan bo'lsa, sotuvga qo'yib yuboramiz ularni. Va shu chiqqan jo'jalar sotuvga qo'yamiz. Sotishdan maqsad bularga yem olishimiz kerak, don olishimiz kerak. Xohlasanglar 1 kunlik, xohlasanglar 10 kunlik qilib sotib yuboramiz. 10 dona chiqadi, Xudo xohlasa 10 dona chiqadi. Chiqishi bilan yana bularning tuxumini hozir to'playapman. Yana qo'yib kelaman inkubatoriga. Inkubator xizmati bitta tuxum uchun 5 ming so'm ekan. Tuxum hozircha mana o'zimdan chiqyapti. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Jo'jalar chiqsa yana video qilamiz.